Tuproq yerning ustki yumshoq qobig'i hisoblanadi. Agar tuproq yo'q bo'lsa, bizda mana bunday o'tlar va yerning ichidagi jonzotlar qiynalib qolishadi. Mana masalan, sichqonlar va shillaqurtlar, shunga o'xshash kemiruvchilar qiynalib qolishadi. O'zimiz ham qiynalib qolamiz, chunki tuproq bo'lmasa biz yura olmaymiz. Ya'ni biz bu dunyoda aylanib yuramiz. Yerga ham suv, o'g'it yumshatib turish kerak. Agar biz ularga o'g'it bersak, bizga ham ular ozuqa beradi. Mana bunday olma daraxtlari, qo'ziqorinlar, har tirik jonlar bular yerdan o'sib chiqadi. Agar biz ham ularga ozuqa bersak, yaxshilikka yaxshilik bo'lib, ular bizga ozuqa beradilar. Tuproq bo'lmasa, agar biz osmonlarda yurardik, hayot bo'lmasdi. Biz tuproqdan havo olamiz. Agar tuproq bo'lmasa, daraxtlar ham o'smaydi. Karbonat angidridni daraxtlar barglari yutib, o'zidan kislorod chiqaradi. Agar yer bo'lmasa, daraxtlar ham o'smaydi. Shu tufayli biz havo ola olmaymiz va sog'lig'imiz uchun bu xavfli bo'lishi mumkin. Asror to'ppa-to'g'ri aytdi. Bizga mana yerga qanchalik o'g'it berib, suv bersak, yer bizga ham shunchalik nima desa bo'ladi. Yerga biz o'g'it bersak, bizga ham ozuqa beradi va mana bu yerda tasvirlaganmiz mana olma daraxtlari, qo'ziqorinlarni ham biz ko'pincha foydali ovqatlarga ishlatamiz. Olmalarni ham misol uchun boshqa ovqatlarga ishlatib va ham ko'rishimiz mumkin. O'shuning uchun ham yerga o'g'it solib turishingizni tavsiya qilaman.